qanchaga sotib ola olasiz? Bir aytmoqchi edim 1000 so'mga. Ertalab Kung Fu Panda multfilmini qarab o'tirdim va menga har doimgidek zo'r g'oya keldi. G'oyam shundan iborat ediki, ushbu multfilmdan bolalar uchun raskraska qilish. Shu raskraskani oxirida sotamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Sun'iy intellektga kirdim va unga multfilmdan bittadan skrinshotlarni olib tashladim va unga buyruq berdim. Ushbu rasmlarni bolalar chizishi uchun raskraska ko'rinishida qilib ber deb. Ketidan obloshkasini ham qilib oldim va hammasini bitta papkaga to'pladim. Keyin kanselyarskiy kompyuter magaziniga hammasini tashab, chiqartirishga kelishib oldim. Bordim, raskraska oldim. To'g'risi menga rezultat uncha yoqmadi. Kitobcha formatida bo'pti. Men o'ylabman ator formatida bo'ladi deb nodamay. Kstati, Instagramim reklamasiga nechi? Va bu mini raskraskani jami menga 10 000 so'mga tushdi. Mana bu raskraskani ko'rinishi va endi bu raskraskani odamlarga sotib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bir daqiqa. Mana shu raskraska samodelniy. Buni qanchaga sotib olasiz? O'zingizga farqi yo'q qancha. Sotib olmaysizmi? Assalomu alaykum. Bu samodelniy raskraska. Shuni qancha pulga sotib olishga tayyorsiz? Farqi yo'q, qancha bersangiz ham bo'ldi, bu sizniki bo'ladi. Oddiy video olamiz hozir. Qanchaga sotib ola olasiz? 20 mingga. Bo'ldi, farqi yo'q. Bering. Raskraska. Bir aytmoqchi edim 1000 so'mga. Rahmat. Xo'p, biz raskraskani 10 mingga qilib, 20 mingga sotdik. Biznes. Obuna bo'linglar.